Minho TV taqdim etadi. Rollarda Chon Il-woo, An Jae-hyun, Park Soo-dam, Lee Chon-shin, Chhwe-min, hamda Son Na-in. Zolушка va to'rt ritsar. Men endi Hyunmin sabab yig'lashni istamayman. Men seni tark etmoqchiman. Jivon, meni qabul qila olasanmi? 내 맘이 이렇게 아픈데 짓궂은 넌 왜 해맑게 웃는 거니? 우와, 네가 사는 것뿐인데 가슴 속 넌 비처럼 그여지 눈물이 돼. Hozir javob berishing shart emas. 손 내밀면 닿을 Kech bo'ldi. 네가 Xayrli tun. 있는데 왜 멀기만 하거니? 내 맘 다 달아도 난 너 아닌 길은 갈 수가 없어. I can't live without you. 이 기다림이 긴 벌이라면 나 받을 테니까 보여줄 수 없는 네가 돼버린 Haligi buni senga qaytarmoqchi edim. Mana 가지고 싶은 단 하나, 나의 모든 걸 주고 싶은 너인 bugun tunda uxlay olmasang kerak. 한 걸음 다가서면 Axir Hejini qattiq yoqtirarding-ku. 멀어질까봐 가슴이 불만 Endi 바보처럼 ikkingiz uchrashasizmi? 그림자 하나 바람 하나도 너일 것만 Xayrli tun. 같아서 수 없이 부서져도 내 마음은 늘 너만 바라봐. I can't live without you. 이 기다림이 긴 벌이라면 나 받을 테니까 Men seni 여줄 수 tark etmoqchiman. 네가 돼버린 Jivon, 내 맘에 와줘. meni qabul qila olasanmi? You are my only one. You are my everything. 너만을 사랑해. yo axir bu juda eski-ku a.
Kimsiz? Hozir meni suratga oldingiz-a? Yo'q. Qani ko'rsating-chi. Meni suratga olmaganingizga aminmisiz? Shu yerda ishlaysizmi? Bu yerda nima qilyapsiz? Men hech narsa qilganim yo'q. Sizchi? Nega yolg'iz yig'layotgandingiz? Agar yig'lashda davom etsangiz, shu yerda qoling. Men esa ketdim. Demak, do'stingni onasini, jiyanini o'g'li o'zi sevgan qizidan nihoyat dil izhorini eshitibdi-da, ha? O'sha qiz chiroylimi? Xudoyim. Demak, yana bir juftlik paydo bo'libdi-da. Meni sovuğimga qachon navbat kelar ekan-a? Lekin yigit hali qizga javob bermadi. Javob berishi shartmi? Qiz chiroyli deding-ku. Hoy, chiroyli degani hammasi xil degani emas. To'g'ri, seningcha. Lekin baribir erkak kishi dangal gapirish kerak. Bo'ldi, uchrashamiz demaydim. Juda eskichasan-da. Avval bir-biriga nos-karishma qiladi, keyin esa hislar paydo bo'ladi, keyin esa juftlikka aylanishadi. Lekin albatta, agar yigit uni uzoq vaqt sevgan bo'lsa, vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Rostmi? Masalan, boshqa qizni yoqtirib qolgan bo'lishi mumkin. Boshqa qizni? Buning iloji yo'q. Oxir u doim yolg'iz yuradi. Hejidan tashqari yana mendan boshqa kim bor? Men. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Iloji yo'q. Men emas. Yo'q, mumkin emas.
yigit kishining ko'ngli borligini qanday bilish mumkin? Yigit kishining ko'ngli borligini qanday bilish mumkin? Chiroylimisan? Nima demoqchi? Albatta chiroyliman. Umid qilib o'tirma, u seni yoqtirmaydi. Bu yerda vaqtingni yo'qotma, borib o'zidan so'ra. Agar bilganimda sendan so'rarmadim. Bularni qara, bu nimasi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar sendan jahli chiqmasa, bu seni aniq yoqtirishini anglatadi. Hamma yigitlar bir xil. O'zlari yoqtirgan qizga hech qachon jahl qilishmaydi. Nima qilsam hamma? Sun Tzu urush san'ati. Kechir, qo'limdan uchib ketdi. Oy, Nima? Nima istaysan? voy, yo'q. Voy! Kechir, to'yib ketdim-da. Tuzukmisan? Yaramas ahmoq. Dorama Minho TV tomonidan o'zbek tiliga o'girilmoqda. Bularni barchasi nima? Yunhavon. Yunhavon! Senga nima bo'ldi o'zi? Bu senligingni bilaman. Men nima qildim? Nega kasal odamga bunday baqirasan? O'lging kelyaptimi? Aytdim-ku, jarohatlanganman, nega baqirasan? Yolg'ondan shunday qilyapsan-a? Nima? Agar zerikayotgan bo'lsang, iltimos uxla. Tushundingmi? Hoy, Hey! nima? Baribir senga umuman farqi yo'q. Nima? Biror marta bo'lsa ham xabar olganing yo'q. Hech bo'lmasa narsa ham olib kelmading. Nima, yosh bolamisan? Rol o'ynashni bas qil. Menda ko'ngli bormish.
Kel bugun ko'rishamiz. Soliq eslatmasi, kredit karta to'lovi. Nega buncha ko'p xat keldi? Men seni tark etmoqchiman. Jivo, meni qabul qila olasanmi? 씩씩한 척 살아보아도 널 향한 마음은 다 티가 나나 봐. 이런 날 어쩌면 좋아. 자꾸만 네가 좋아. Heji, 한 발 멀리 떨어져 널 보는 게 힘이 들어. senga gapim bor edi, gaplasha olasanmi? Senga aytadigan gapim yo'q. Yana men sababchimi? Menga erishish uchun Jivondan foydalanmoqchimisan? Nima deding? O'ylab topgan gaping shumi? Unda o'zingni nega bunday tutyapsan? Chunki endi tushunib yetdim. Har doim yonimda bo'lgan inson sen emas, Jivon ekan. 사랑하고 싶어. Bu yerda nima qilyapsan? O'zingchi, Uchrashyapmiz. Gaplashib bo'ldingmi? Bizni kechirasan. Lekin ichkariga kirishimiz kerak. Ketdik. 씩씩한 척 살아보아도 널 향한 마음은 Qani o'tir. Ishga ketishim kerak. Kanal kompaniyasining raisini xotini bilan biror natijaga erishdingizmi o'zi? Hoytirancha. Shu ishni deb qanchalik qiynalayotganimni bilasanmi? Nega ertalabdan jizaki bo'lib qoldingiz? Ko'yliga yo'l topish uchun har safar qo'shimcha 10 daqiqa uni massaj qilyapman. Onangni qo'llari qanchalik shishib ketganiga bir qara. Noshukur qiz, qo'llarim yo'g'onlashib ketganini sezmayapsanmi? Qo'ysangizchi, oyijon, o'zimni oyijonim. Qanday qiynalayotganingizni bilaman albatta. Hanul kompaniyasiga kelin bo'lib olgunimcha sabr qilib turing. Mana shu qo'llaringizni 100 ta botox ukoli bilan tekis va tarang qilib beraman. 100 ta deysanmi? Ikkitasini o'zi yetadi, tentak. Bo'ldi, bor joyingga o'tir, ovqatingni ye. Hozir ham unchalik yo'g'on emas. Bilasanmi? Men bir g'alati gap eshitdim. Qanaqa? Hanul kompaniyasi raisi Kanning yangi xotini. Bu uni birinchi turmushi emas ekan. Nima? Rostdanmi? Demak, Hanul kompaniyasining raisi unga uylanganda aldanganmi? Kim biladi? O'zidan so'raganimda haqiqatni bilib olaman shekilli. Nima deb o'ylaysan, bu haqiqatmikan? Agar hasad qilganlari uchun shunchaki yolg'on-mishmish tarqatayotgan bo'lsalarchi, bo'lishi mumkin. Atrofida dushmanlari ko'p-da. Hozirgi yoshida Hanul kompaniyasining 5-muhim shaxsiga aylandi. Mishmishlar bo'lishi tabiiy-da. Bu bizning imkoniyatimiz emasmi? Bu sizni unga yoqib qolishingiz uchun ajoyib imkoniyat. Nima deyapsan? Oyi, siz o'sha xonimni yordamchisi bo'lib mishmishlar haqida aytib berishingiz mumkin. Boshqacha aytganda, Hanul guruhi xonimining o'ng qo'liga aylanamanmi? Biroz vaqt o'tgach, Hanul kompaniyasi xonimining qudasiga aylanasiz. O, meni qizim biram aqlli. Qudalar. Qudalar. O'tgan kungi voqea haqida aytadigan gaping bormi?
있어. Bor. O'sha No, kuni kutayapman. aytganlaring chin Chinchinya. dildan edimi? Yana sababchi 때문에? menmi? Menga erishish uchun 강지훈 Jivondan 이용하는 거냐고. foydalanmoqchimisan? chin dildan aytgandim. 머릿속을 어지럽히고 내 마음속을 흔들어 놓고 왜 자꾸 넌 다른 곳만 바라보니 눈앞에 너를 보고 있는데 그토록 원한 네가 있는데 왜 자꾸 넌 아득하기만 한 Uchrashyapmiz. Gaplashib bo'ldingmi? bizni kechirasan, Lekin ichkariga kirishimiz kerak. Bo'ldi Yunhavan. Nega gapni aylantirib yuribsan? Unga to'g'ri borib, qizing bormi deb so'rayman. Va tamom. Ha. Uddalayman. Hoy Kang Hyumin. Bu nimasi? Yosh bolamisan? Yaxshisi Kang Jivonga aytib uzr so'raganing ma'qul. Nega endi? Nima qilganingni ko'rmayapsanmi? Oddiy narsa, nimasi yomon sindirishimni? Voy. Kang Jivon mashinalarini qanchalik yaxshi ko'rishini bilasan-ku. Bu uchun qotillik bilan barobar. Rostdanmi? Unda yana nimani sindirsam ekan? Voy. Heji tufayli shunday qildingmi? O'sha kuni Heji Jivonga uchrashishni taklif qilganini ko'rgandim. Lekin baribir buning uchun Jivonni ayblamasliging kerak. Ularning munosabati menga qiziq emas. Rostdan shunday o'ylaysanmi? Jiddiy aytmayapsan, to'g'rimi? Bo'ldi qil. Endi nima, yana egovlashni boshladingmi? Jiddiy aytyapman, hammasi jiddiy. Boshqa bunday dema. Shoshma, o'zing bu yerda nima qilayotganding? Menmi? Men Kanjivon hozir Heji bilan birga. Heji bilanmi? Mashhur xonim, nima qilyapsan? Bugun vaqting bormi? Ishim ozroq edi, birga aylanamizmi? Buguncha yo'q. Biror narsa bo'ldimi? Bilasanmi? Yigitlarga Hejiga o'xshagan chiroyli va nazokatli qizlar yoqsa kerak-a? Nega to'satdan Hejini gapirib qolding? Bilmasam. Shunchaki menday qizni kimdir yaxshi ko'rarmikan deb o'ylayotgandim. Qo'ysangchi, senda hech qanday kamchilik yo'q. Men uchun sen undan chiroyliroqsan. Yomon emas. Balki uzoq vaqt ishlaganim uchundir, lekin paxta qo'yishni boplar ekansan. Men ketdim. 나의 행복들도
줄 몰랐어 O'sha kuni aytganlaring chin dildan edimi? Chin dildan aytdim. 널 좋아한다고 널 사랑한다고 네가 나의 전부라고 Biror marta bo'lsa ham xabar olmading. Hech bo'lmasa biror narsa olib kelmading. Jiddiy aytyaptimi yoki ahmoq qilyaptimi? Yaxshi ekan, qani mana. oling. Kimda Oyoqcha tayoqcha kimda yo'q? yo'q, mana. Mana biroz tuzlangan turkdan olinglar. Rais Kang Chongdu Koreya ko'chmas mulkining so'zsiz qiroli. Xanul guruhidagi odamlarning puli juda ko'p bo'lsa kerak. Albatta juda ko'pdi. Bu yerdagi maydon ham Hanul guruhiga tegishli. Ha, aynan shunday. Ishonchim komilki, ularda xuddi shunga o'xshash o'nlab boshqa mulklar bor. O, juda ajoyib, ajoyib. Iltimos, biroz oldinga. Demak, so'nggi savolimiz albomning asosiy treki Iqror deb nomlanadi, shundaymi? Bu nom ortida kimdir turibdi shekilli. Xo'sh, shoshmang. Bunday narsa yo'q, bunday savol bermang, iltimos. Hech qachon bo'sh kelmaysiz, a? Keling, bir nechta surat olib, bugunga tugatamiz. Rahmat sizga. Mayli. Aytgancha, yangi albomingiz chiqqani bilan tabriklash uchun sovg'a tayyorlagandik. O, rahmat sizga. O'tgan oy yozib bergan maxsus maqolangiz esingizdami? Ha, albatta. Bu likopchani ustiga issiq finjon qo'ysangiz, likopchada so'zlar paydo bo'ladi. O, rostdanmi? Hatto men yo'q bo'lsam ham kuniga bittadan ichishni unutmang. Tushunarli, xotinjon, tushunarli. Agar sog'ligingizga bunday befarq bo'lishda davom etsangiz, jahlim chiqadi. Men sababli bugun juda xafa ko'rinyapsanmi? Bilmasam. Bo'ldi, xotinjon, xafa bo'lma. Kelganing yaxshi bo'ldi. Chaqirganmidingiz, janob? Katta gap emas. Ertaga xotinimning yig'ilishi bor. Unga hamrohlik qila olasanmi? Tushunmadim. Ancha band bo'lsangiz kerak. Ishingizni ko'paytirayotganim uchun uzr. Xotinimga yordam beradigan mos odamni hali topganim yo'q. Shuning uchun ungacha jihonimizga o'zing g'amxo'rlik qil, Yunsun. Bunga qarshilik qilmaysizmi, kotibli? Albatta yo'q. Sizni tushundim. Bir, ikki, uch. Nima bu? O, issiq ekan. Oho, yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Xavotir olma, yaxshiman. Hoy, jiddiy so'rayapman, tuzukmisan? Ha, hech narsa bo'lmadi, yaxshiman. Mayli, men yaxshi. Nima bo'ldi? Nega o'zini bunday tutdi?
Cho'chitib yubordi. Nega u birdaniga keladi, ha? Oy. Suv. Ha? Ertaga yangi qo'shig'ing chiqadi, to'g'rimi? Yodimdan ko'tarilibdi, uzr. Ha, nima bo'lsa ham. Rostdan ham ataylab qilmadim. Qara. Yaxshi, seni tushundim. Mana buni ol. Baribir bu senga edi. Rostdanmi? Wow. Xo'sh, modomiki menga berayotgan ekansan, jonli ham kuylab bera olasanmi? Nimalar deyapsan? Taqdimotimdan oldin qo'shiq tarqalib ketishini istamayman axir. Qo'ysangchi, bir joyda yashaymiz-ku. Qisqagina parcha, iltimos. Yo'q. Seni yaxshi ko'ramiz. Kangsu. Senga aytdim-ku, aytmayman. Rostdan ham aytmaysanmi? Ha, mayli. 네가 말할 때면 난 나도 모르게 널 보고 네가 수줍게 노래를 할 때 어느새 콧노래를 이젠 내 맘 고백할게 더는 숨길 수 없는 내 맘 널 좋아한다고 널 사랑한다고 네가 나의 전부라고 이런 나의 맘 받아주겠니 Au. To'xta. Buni qila olmayman. Nima demoqchisan? Men ham yarim tunda ishdaman. Shunda davlatli bo'ladi. Muxlislaring oldida xijolatdaman. Bunday ajoyib qo'shni faqat men eshita olyapman. Shunchalik yaxshimi? Ha, albatta. Rahmat, Kangsu. Mazza qilib tinglayman. Qanday qilib ko'zimga qarab bu qo'shiqni aytyapti? Shuning uchun fan klubida millionlab odam bor ekanda. Ushbu dorama Minho TV jamoasi tomonidan o'zbek tiliga o'girilmoqda. Uchrashuving qiziqarli o'tdimi? Sen doim hejin ortdan qolmaydigan bechora eding va mana o'z mevasini berdi. Nima deding? U meni taklif qilgani uchun orqang kuyyaptimi deyman. Nima? Bugun tushdan keyin Xiyajini nima maqsadda ko'rmoqchi eding? Menga ayt. Senga o'zim javob beraman. U seni shunchalik yaramas ekanligingni bilarmikan? Kim biladi deysan? Boshqa narsalarni bilmadim-u. Lekin bu safar menga yutqazganing aniq.
Seni javobing menga yana bitta narsani oydinlashtiradi. Xo'sh, nima ne ekan? Sen afsuslanyapsan, shundaymi? Unda nega undan quruq qolmaslik uchun ortidan bormayapsan? Nima qilyapsan? Biror joyga bordingmi? Bu nima? Mengami? Boshqa kimga deb o'ylaysan? Ovora bo'lmasang bo'lardi. Ozib-to'zib sen uchun narsa oldim. Endi unday gapirma. Xo'p, 나도 모르게 널 보고 네가 환하게 vau, mazali. 웃었지만 어느새 널 따라 웃어 네가 걷고 있을 땐 네 뒤를 따라 걷고 네가 수줍게 노래할 땐 어느새 콧노래해 몰랐어 내가 이럴 줄은 네가 내 전부가 될 줄은 너의 행복들도 너의 슬픔들만 Iqror. 모든 게 내가 질 줄 몰랐어 이젠 내 맘 고백할게 Havon uchun. 너는 숨길 수 없는 내 맘 널 좋아한다고 널 사랑한다고 네가 나의 전부라고 Nega bunchalik ko'p ichyapsan? Mendan boshqasini yoqtira olaman deb o'ylaysanmi? Azizim, sendan boshqasini qanday yoqtirishim mumkin? Buni iloji yo'q. Unda nega? Nega menga bunday qilyapsan? Nima qildim? Sen men uchun yagonasan. O'zingni mendan hech qachon voz kechmaydigandek tutganding. Endi esa meni tashlab ketyapsanmi? Hech qayerga ketmayapman. Xuddi hozirgidek doim yoningda bo'laman. Meni tashlab ketma. Sen hozir aytgan gaplaringdan umuman qaytma. Men barchasini eslab qoldim. Kasalxonaga borganingizda qo'ng'iroq qilishni unutmang. Xo'p, xo'p. Oyog'ingiz qandayligini ham xabar qiling. Xo'p, albatta aytaman. Va mabodo biror narsa kerak bo'lsa, iltimos. Janobli. 5-marta bir xil gapni aytyapsiz. Shunday qildimmi? Kasalxonaga birinchi bormayapman-ku. Iltimos, ishingizga boring, bora qoling. Lekin baribir kuzatib qo'yganim yaxshi. Agar shunchalik xavotir olsangiz, o'rningizga boshqasini olaymi? Meni senga hamroh bo'lishimni aytyapsanmi? Yo'q, demoqchi emasdim. Yunsung bot bo'lgani uchun men bilan bora olmaydi. Suvning fotosessiyasi bor. Konkyuminni esa kechadan beri ko'rganim yo'q. Bu degani faqat sen qolding. Xohlamayman. Shoshma. Unda yolg'iz boramanmi? Xo'sh, nima bo'pti? Nima men? Shu yo'q bilan avtobusda yurishimni xohlaysanmi? 4 marta transport almashtirishimga to'g'ri keladi.
Bu yo'q bilan hech narsa qila olmayman. Buni menga nima aloqasi bor? O'xshamasligini bilardim. Qurib ketsin. Ketdik, xonim. Men sizni tashqarida kutaman, xonim. Yo'q. Yaxshisi men bilan kiring. Tushunmadim. Assalomu alaykum. Sizni kuttirib qo'ydimmi? Ming bor uzr. Hammasi joyida. Endigina keldim. Tanishib olinglar. Bu Kim Hena xonim, Oksun kompaniyasining strategik rejalashtirish bo'lim boshlig'i. Bu esa Hanul kompaniyasining bosh kotibi janob Li Yonsun. Tanishganimdan xursandman. To'g'risi men bu uchrashuvni unchalik istamagandim. Lekin sizni ko'rib kelganimdan afsuslanmayapman. Meni kechirasiz. Kotibli! Bu nima qilganing? Aslida buni men aytishim kerak. Buning uchun qancha harakat qilganimni bilasanmi? Nega o'zingizni bunday tutyapsiz o'zi? Sen uchun so'nggi tilagim boy oilani qiziga uylanib, to'kis hayot kechirishingdir. Onang sifatida. Shuning uchun ham raisdan foydalanyapsizmi? Buni nimasi yomon? Hammasini sen uchun qildim. Nima deb o'ylaysan? Kimni deb shu yergacha keldim? Bahona qilishni bas qiling. Yunson, Biz avval qilgan kelishuvga ko'ra, men hech narsa bo'lmagandek o'zimni tutaman. Seni bugun bir kishi bilan tanishtirmoqchi bo'lib turgandim. tanishtirmoqchi. Ichkariga kiraver. U bilan salomlash. Bu kotibli, u men uchun o'g'limdek. Ko'rinishidan o'g'lim ulg'ayibdi. So'nggi bor ko'rishganimizga 12 yil bo'ldimi? Yana uchrashishimizni bilardim. Lekin bugun bo'ladi deb o'ylamagandim. Chindan ham hayron qoldingmi? Menimcha siz meni kim bilandir adashtirdingiz, xonim. Mening onam 12 yil avval vafot etgan. Yaxshi. Agar meni xotirangdan o'chirgan bo'lsang, bemalol shunday yashayver. Men raisga sen haqingda aytmadim. Chunki unga hech qachon turmushga chiqmaganman deganman. Ko'rinishidan kimnidir xotirasidan o'chirib yuborgan. Yagona inson men emas ekanman. Sendan bir iltimosim bor edi. Meni tanimagandek yur. Nega men buni siz uchun qilishim kerak? Men umrimni qolgan qismini yaxshi o'tkazmoqchiman. Iltimosimni yerda qoldirma. Dorama Minho TV tomonidan o'zbek tiliga o'girilmoqda.
Tavba. Hoy, Yana nima? eshikni ochib bermaysanmi? Jiddiy aytyapsanmi? O'zingni qo'ling singanmi? Uyga kirib ketishimni xohlayapsanmi? Yaxshi. Shunchaki xizlashgandim. Mana o'chyapman. Bu eshikni Qo'lingdagilarni ber. O'tirsang-chi. Xavfsizlik kamarini taqib ol. Hop. Bizni Havon katta qiz bo'lib qolibdi-da. Mana endi bemalol gipsni olib, sekin-asta yurishingiz ham mumkin. Nima? 아니, Allaqachon tuzalib qoldimmi? Shunday rentgen natijasiga ko'ra juda yaxshi bo'libdi va tezda tuzalibsiz. Doktor, oyog'imda hali ham biroz og'riqlar bor. Xavotir olmang, kundalik ish qilishga xalaqit qilmaydi. Demak aytmoqsizki, oyog'i unga biror joyga borishga xalaqit bermaydi, shunaqami? Albatta to'sqinlik qilmaydi, hatto yugurish ham mumkin. Ha, shunaqa. Rahmat, doktor. Rahmat. Xayr. Hoy, shoshma. Nega buncha qovoq tumshuq qilasan? Nimalar deyapsan? Atay kesatyapsan-ku. Bilmadim. Tuppa tuzuk qizni bemor deb o'ylab shu yergacha sudralib kelganim adolatdan emasdir. Bir necha daqiqa oldin men ham bemor edim. Gipsni endi olishdi axir. Rostdanmi? Unda uyingga o'zing ket. Nima? Hozir yaxshiman deding-ku. Demak, endi senga hamrohlik qilishimga hojat yo'q. Shunchalik yomon ko'rasanmi? Nima? Men bilan kelishish senga shunchalik qiyin bo'ldimi? Hoy, men sen bilan shunchaki hazillashdim. Nima bo'lsa ham, sen ahmoqsan. Hoy. Endigina gipsni oldirganmish. Hoy, qayerga ketyapsan? Voy, yo'q. Sumkam mashinada qolib ketibdi. Mening kunim bitdi. Hatto sumkasini ham qoldirib ketibdi. Qayerga ketdi o'zi? Shunday oddiy hazilga ham xafa bo'lishiga ishonmayman. Yun Havon. Havon. Qani o'tir. Nima, o'tirmaysanmi? Avtobusdami yoki metrodami? Uyimni topib bora olaman. Puling bormikin o'zi? Yo'q, uyga piyoda ketmoqchiman. Aqldan ozdingmi? Shu yerdan uygacha piyoda borasanmi? Nima qildi? Yaxshi-ku. Ob-havo ajoyib. Havo ham toza. O'zimning ikki sog'lom oyog'im bor.
sayr qilib yetaman. Bu juda ajoyib. Qani o'tirsang-chi, aylanib kelamiz. O'tiring. Xo'sh, shunchalik istasang mayli. Xavfsizlik kamarini taqing, xonim. Tez orada yo'lga chiqamiz. Xo'p. Oh hey yeah, oh hey yeah, oh hey yeah. Menga juda yoqdi. 무슨 마법을 부린 거니? Vah, bu juda yoqimli. Menga juda yoqdi. 바보가 되어버렸잖아. 웃는 법도 잊었던 와. 내가 너의 이름 세 글자만 불러도 웃음이 나. 하얀 별이 쏟아지는 너, 날 만지듯 너의 숨결이 스치고 내 가슴에 떨어진 너, 난 별 하나 운명처럼 I'm falling for you. Unga qara, nega bunchalik qat'iy? Unga nima bo'ldi ekan o'zi? Javob bermaysanmi? O'chirib qo'y. O'rningga javob beraymi? Senga o'chir dedim. Qo'ng'iroq qilayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Bu ajoyib. Qo'yilmoqqa. Juda zo'r. Buni men ichayotgandim. Men o'zimnikini ichib bo'ldim. Nega bunday qarayapsan? Qanaqa? Nima, qanday qaradim? Aytadigan gaping bormi? Haligi mabodo yo'qtirgan insoning bormi? Xiyachi. Ha, eshitaman. Jivon, Meni kutib tur. Hozir yetib boraman. Ketdik.
깊은 꿈을 꾸지 붉어진 두 눈에 너를 닮았지 얼어붙은 내 심장에 Qayerga ketyapsan? 처럼 불어 숨을 쉬는 Hejini oldiga shunaqami? 조차 아파 멈출 수가 Ha, 내 사랑 얼마나 Meni shu yerda tushirib qoldir. 나야 bu nima degani? O'zim uyga keta olaman. Shunchaki avtobusga o'tiraman. Hechqisi yo'q. Seni tashlab qo'yaman. Heji seni kutyapti. 기다릴게 너 사는 이유는 너 하나야 Without you Without you Without you 난 너를 Meni kechir. 본 없어 Without you Without you Without you 언제까지 난 널 얼마나 더 아파해야 내 품에 너를 안을 수 있겠니 언제까지나 기다릴게 Menga nima bo'lyapti? 이유는 너 하나야 Without you Without you 언제까지 난 널 사랑할게 Jevon. Uyimga suddan odamlar kelishdi. Uyim auksionda sotiladigan bo'libdi. Dadamni so'roq qilish uchun prokurorlar olib ketishdi. Endi nima qilaman? Hammasi yaxshi bo'ladi. Kel avval bu yerdan ketamiz. O'tkazib yuborilgan qo'ng'iroq. Heji. Yana bir marta qilganingda ko'tarmoqchi edim. Nima? Eshitdingmi, Hyunmin? Yongshin qurilish kompaniyasi bankrot bo'ldi. Bu Park Hye-jinning oilaviy biznesimidi? Chonxun. Hye-ji. Siz chaqirayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Qayerga ketyapsan? Xo'sh, haligi
내게 안 보여 마음이 너만 가 Nima qilib yuribsan? 거짓말처럼 떨리는 이 기분 처음이야 Xiyeji, 한 거야 기다려왔던 운명 같아 vaqtincha biz bilan yashaydi. 걸 만큼 너무나 소중해 하나부터 열까지 궁금해 나도 몰래 두 눈을 꼭 감았다 뜨곤 해 Make you feel my love 이제 더는 너 혼자가 아니야 10-qism yakunlandi. Ushbu dorami Minho TV tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishdi Aryo Minho, Elmurod hamda Mitsuha ishtirok etdi. Bizni Telegram, Instagram, YouTube'dan Minho TV deb izlab topishingiz mumkin. Keyingi qismlarda ko'rishguncha e'tiboringiz uchun rahmat.